Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsining 35-mavzusi Kushon podsholigi tarixi bilan tanishamiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun 35-mavzu Kushon podsholigi tarixi bilan tanishamiz. Kushon podsholigi bu miloddan avvalgi 140-130-yillarda ko'chmanchi Yuchi qabilalari Yunon Baqtira davlatiga bostirib kirgan edi. Mana shu qabilalar uzoq vaqt Baqtira hududida bir qancha qabilaga bo'lingan holda istiqomat qilishgan. Milodiy 1-asrga kelganda Guyshuan, ya'ni mana shu Yuchi qabilasi tarixidan ajralib chiqqan bitta qabila Guyshuan, keyinchalik Kushon nomi bilan e'tirof etiladi. Aynan ular qolgan qabilalarni birlashtirib Kushon davlatiga asos soladi. Kushon davlatining asoschisi Kudzula Katvis sanaladi. Uning hukmronligi davrida mamlakat Afg'oniston va Kashmir hududlarini Kushon davlat tarkibiga qo'shib oladi. Keyingi hukmdor Vimakatvis davrida ham mamlakat hududi nihoyatda kengayadi. Eng katta hududlar hukmdor Kanishka davriga to'g'ri keladi. Aynan ushbu shaxs davrida mamlakat hududiga Hindiston, Xotan, Afg'oniston, O'zbekiston janubigacha bo'lgan katta hududlarni qamrab oladi. Aynan ushbu shaxs mamlakatni nazoratda ushlab turish uchun poytaxtni Baqtiradan Peshovor hududiga ham ko'chirgan. Aynan ushbu hukmdor davrida mamlakat Rim, Parfiya, Xitoy davlatlari bilan teng kuchli davlatga aylanadi. Vimakatvis hukmronligi davridan boshlab mamlakat xo'jaligida rivojlanishlar boshlanadi. Ushbu rivojlanishlar pul islohotlarini o'tkazganligi bilan ko'rinishi mumkin. Aynan ushbu davrda oltin, kumush va misdan tangalar zarb qilingan. Kanishka hukmronligi davrida esa yirik davlatlar bilan savdo aloqalari yo'lga qo'yiladi va mamlakat taraqqiyoti eng yuqori cho'qqiga chiqadi. Mamlakatda hunarmandchilik yuksak darajada taraqqiy etgan. Buning yuksak darajada taraqqiy etganligi Kushon davlat davriga tegishli Xolchayon, Dalvarzintepa, Ayritom, Zartepa, Qoratepa yodgorga o'rganish natijasida aniqlangan ma'lumotlardan bilishimiz mumkin. Kushon davlati iqtisodiyotini asosini 3 soha tashkil qiladi. Bular sug'orma dehqonchilik, savdo-sotiq, hunarmandchilikda ko'rishimiz mumkin. Kushon davlati juda ko'plab davlatlar bilan aloqa qilgan. Bularda yuksak madaniyat rivojlangan. Buning isboti sifatida Kushon davlatida bir qancha yozuvlardan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Kushon davlatining o'z yozuvi ham bo'lgan. Ushbu yozuv to'rtburchak, aylana va burchakli bo'lgan. Ammo bu hududda G'arbiy Osiyoda paydo bo'lgan alifboga asoslangan oromiy yozuv ham keng tarqalgan. Aynan oromiy yozuv asosida ushbu hududda Kushon Baqtira alifbosi qadimgi Termiz yodgoridan topib o'rganilgan. Bundan tashqari Amudaryoning quyi oqimi va Zarafshon, Qashqadaryo viloyatida keng tarqalgan Xorazm va Sud yozuvlar tarqalganligi ham buning yorqin dalilidir. Bundan tashqari ayrim hududlarda Kushon podsholigi yozuvidan namuna Surxko'tal yodgorining topilganligi buning yorqin dalillaridan biri. Aynan Kushon podsholigi davriga tegishli Yunon alifbosidagi Kushon bitigi topilgan Surxko'tal yodgorligidan. Buni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Bu Kushon shaklli yozuv ham emas, oromiy yozuv ham emas. Bu Kushon davlatiga tegishli Yunon alifbosidagi yozuv Surxko'tal yodgoridan topilgan. Bu yerda mamlakat bir qancha davlatlar bilan aloqa qilganligining yorqin namunasi sanaladi. Kushon davlatida diniy e'tiqodlar ham bir qancha turli bo'lgan. Kushon davlat tashkil topgan vaqtda Baqtira va So'g'diyona aholisi asosan Zardushtilik diniga e'tiqod qilgan. Kanishka hukmronligi davrida Hindistonning bir qismini bosib olinish natijasida Kushon davlatida buddaviylik dini ham kirib kelgan. Aynan buddaviylik bizning yurtimizga Surxon vohasi orqali kirib kelgan va ushbu din arablar bostirib kirgunga qadar, ya'ni islom dini tarqalgunga qadar yurtimizda, ya'ni 8-asrgacha O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan. Hatto Budda dinining kirib kelishi bizning me'morchiligimizga ham ta'sir qilgan. Bu yerdan Budda haykallari, Buddaviy ibodatxona namunalari topilganligi yorqin namunasidir. Kushon davrida binokorlik, me'morchilik ham yuksak taraqqiy etgan. Bu Dalvarzintepa, Eski Termiz, ya'ni Eski Termiz deganda biz Qoratepa, Fayztepa yodgorlarini tushunamiz. Yoki Xolchayon kabi yodgorliklarni o'rganishdan bilishimiz mumkin. Aynan bu davrda me'morchilikdan tashqari
kandakorlik sohasi ham yuksak darajada rivojlangan. Bu Dalvarzni tepadan topilgan fil suyagidan yasalgan shaxmat donlar buning yorqin namunasidir. Ya'ni Kushon podshohligi o'z davrining yuksak taraqqiy yetgan, harbiy jihatdan kuch-qudratga ega, iqtisodiy jihatdan yuksak darajada rivojlangan, dunyoning rivojlangan davlatlari bilan aloqa qilgan. Ya'ni o'z davrining rivojlangan davlati bilan aloqa qilgan davlatlardan biri sanaladi. Ushbu davlat yurtimizda milodiy 1-asrdan milodiy 3-asrgacha bo'lgan davrda mavjud bo'lgan. Kushon podshohligi haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi mavzularda uchrashguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.